Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men sizlarga gilomlarni bugun narx-navosi bilan tanishtirib o'taman. Gilomlarni video qilishimdan oldin menga obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'rishlaringiz mumkin. Eni 3,5 metr bo'ladi, uzuni 5 metr bo'ladi. Samarqandning Sak zavodida ishlab chiqarilgan gilamimiz. Nomini ham hozir ko'rib o'tasizlar. Mana Sakda ishlab chiqarilgan. Nomi Victoria nomli gilam bo'ladi. Bozorlarda 2 million 200 ming so'mdan 2 million 400 ming so'mgacha sotiladi. Hozir chegirmada, bir oylik chegirmada narxi 1 million 500 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Uzuni 5 metr bo'ladi, eni 3,5 metr bo'ladi. Bunisini ham ko'rishlaringiz mumkin. Samarqand Sak zavodida ishlab chiqarilgan. Bu ham eni 3,5 metr bo'ladi, uzuni 4,5 metr bo'ladi. Bemalol bitta zallarga yoki o'tiradigan xonalarga sosalang bo'ladi. Qalinligi o'rta qalinlikda bo'ladi. Gilamimizni zichligi keladigan bo'lsa, mana zichligini ko'rishlaringiz mumkin. O'rta qalinlikda gilamimiz. Buni narxi bozorlarda 1 million 800 ming so'mgacha sotiladi. Hozir chegirmada atiga narxi 1 million 300 ming so'm. Uzuni 4,5 metr bo'ladi, eni 3,5 metr bo'ladi. Bunisini ham ko'rishlaringiz mumkin. Tug'lanadigan vahshiy chiroyli gilomimiz. Uzuni 4 metr bo'ladi, eni 3,5 metr bo'ladi. Bunisini narxiga keladigan bo'lsak, bunisini narxi 1 million 700 ming so'mgacha sotiladi. Hozir chegirmada narxi atiga 1 million 250 ming so'm. Bu ham popili, uzuni 4 metrli, ikki tomondan 2 xil to'g'lanuvchan gilamimiz. Endi metrajnilarga keladigan bo'lsak, mana bularniki eni 3,5 metr bo'ladi. Bularni kvadratda 180 ming so'mgacha sotiladi. Hozir chegirmada atiga bir haftalik chegirmada kelib, 1 kvadratining narxini 130 ming so'mdan xarid qilishlaringiz mumkin. Zichligi yaxshi gilam bo'ladi, to'g'lanishi maza qilib ishlatasizlar. Bu tomonda eni 4 metrliklarimiz bor, bu tomonda eni 3,5 metrliklar bor. Bu tomonda ham 4 metrliklar kelib o'zlaringiz yoqqanidan tayyorlatib, kestirib ko'rib olishlaringiz mumkin. Avvalliklar 1/1 tortib 3,5 5 o'lchamigacha bor. Avvalliklarni ham kelib o'zlaringiz yoqqandan olib ketishlaringiz mumkin. Aytganlaringdan qilib moslab kesib tikib beriladi. Dastavkalarga keladigan bo'lsak, Qo'qonga, Andijonga, Namanganga, Toshkentga, Samarqandga, Liboy joyga chiqarib beramiz dastavkani. Manzilimiz Farg'ona shahrida, ikkinchi joyimiz Xumtepa bozorida. Tomonda ham ko'rishlaringiz mumkin. Eni 4 dan boshlab 4,8 o'lchamigacha bor. Bularga keladigan bo'lsak, mana kvadrat narxi 75 ming so'mdan sotilgan. Hozir kvadrat narxi atiga 50 ming so'mdan. Kelib buni 3,5 to'rligi bo'ladi. Keyin 80 santimetrdan tortib, eni 2,5 metrgacha daroshkalari ham bo'ladi. Kelib o'zlaringiz yoqqanini tanlab olishlaringiz mumkin. Samarqand taxting paloslari. Bularning kilosi bo'ladi, zavodiga qarab narx o'ynaydi. Bularning kvadrati 45 ming so'mdan 55 ming so'mgacha. Tomonga keladigan bo'lsak, mana bu yerda 4 o'lchamdan tortib, 4 o'lchamdan 3,5 ga 4 o'lchamdan, 3,5 ga 8 o'lchamgacha, 3 ga 4 o'lchamdan 3 ga 8 o'lchamgacha bor. Samarqand Sak zavodida ishlab chiqarilgan zich gilamlarimizni ham ko'rishlaringiz mumkin. Bularning ham kvadrati 250 ming so'mgacha sotilgan. Hozir chegirmada atiga 155 ming so'mdan kelib xarid qilishlaringiz mumkin bemalol. Bularni ham ko'rishlaringiz mumkin. Samarqand Sak zavodida ishlab chiqarilgan. Bularning ham kvadrati 250 minggacha sotilgan. Hozir chegirmada atiga 155 ming so'mdan. Necha gilam kerak bo'lsa kommentariyada yozib ketinglar. Iloji boricha narx-navosini hisoblab beramiz. Aniqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizga bemalol telefon qilib bog'lansangiz ham bo'ladi. Ishlaringni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bitkazib beramiz. Tomonga keladigan bo'lsak, mana bularda eni 3,5 metrlik bo'ladi. Bularda ham kvadrati atiga 50 ming so'mdan bo'ladi. Bularning ham kvadrati 50 ming so'mdan, atiga bir haftalik chegirma kelib ulgurib olib qolinglar. Bularning ham eni 3 metrlik bo'ladi. O'shunda sizga kvadrati eng qalinligi 55 ming bo'lsa,
kvadrat 3/1 metri sizga shunda 165 ming so'mga tushadi. Eng qalini palosti. Agar yupqarog'idan oladigan bo'lsangiz 135 ming so'mga tushadi 3/1 metri. Bularda ham endi 3,5ligi, 3ligi hamma o'lchamlaridan bo'ladi. Bularda endi 3, bularda ham kvadratda 50 ming so'mdan. Sizga pagonli metri qiziq bo'ladigan bo'lsa, endi 3 bo'lsa, metri sizga 150 ming so'mdan tushadi. Biz bilan bemalol bog'lanib, aniq ma'lumot olsalaring bo'laveradi. Keladigan bo'lsalar, agar qiynalsalaring, topgan lokatsiya tashab beramiz. Bemalol Telegramdan ham yozsalaring bo'ladi. Bular ham endi 3,5 metrlik metraj bo'ladi. Misol uchun bularda siz uyingiz 320 bo'ladimi, 330 bo'ladimi, xohlagan o'lchamingizga kestirsangiz bo'ladi. Gullari ham buzilmaydi, high-tech bo'lgani sababli kesilgani bilinmagandek qilib tikib beramiz. Farg'ona shaharcha iloji boricha dastavkalarini qilib beramiz. Yana ko'p xonaga, 5-6 ta xonaga oladiganlar uchun yana ham maxsus chegirmalar bor. Kelib bemalol xarid qilishlaring mumkin. Kommentariyaga sizga necha gilam kerak bo'lsa, keyin necha puldan necha pulgacha bo'lyapti, keyin uyingiz razmeri necha, shuni yozsangiz biz sizga iloji boricha qo'ldan kelgancha javob berib, necha puldan necha pulgacha bitadi uyingiz, o'shunga hisoblab beramiz.